Gentra'ni puliga sizlar uchun 2023-yilda ishlab chiqarilgan Tracker Premier'dan topib qo'ydim. Mashinamiz 47 ming masofani bosib o'tgan. Akamiz mashinani minishga tayyor qilib, propanlargacha qo'yib qo'yishgan. Salon holati, zavod holati, ya'ni torpeda, avshibka, kojalarda qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Olasiz, minasiz. Akamizning aytishlari bo'yicha zavodskoy mashinada, ya'ni defekti bo'lgan. Mana shu yerda shapaloq deb petno bilan chiqqan ekan. Ya'ni zavodda bo'lgan, do'stlar. Mashinamizning kuzov holati juda ham chiroyli holat, ya'ni qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Bir tekisda 2023-yilda ishlab chiqarilgan Tracker Premier, ya'ni mashinamizning panorama tom bilasizlar do'stlar. Olasiz, minasiz. Aka, mashinamizning motor, ходовой korobkalarida ish yo'q. Yo'q, ustalariga bemalol ko'rsatib minadi. Akalar, videoni oxirigacha ko'ring, Gentra'ni puliga. Aka, mashinaga yaxshi insonlar bo'lsa, gen chiqadimi yo oformitmi aka? Yaxshi inson shtrafiga qarab yuraman deydigan odam bo'lsa, gen qilib beraveramiz. Gen chiqadi. Aka, qancha so'raysiz pulushi aka? 15600. Yo'q aka, qimmatchi aka. Sunnatiga agar kanalimiz nomidan chiqsa aka, sunnatiga o'tib berasiz aka. Mayli, obunachilaringizga sunnatiga o'tib beramiz. Sunnatiga o'tib bering. Nomeringiz aka? 91 36 4001. Akalar, hozirroq mana shu videoni Tracker Premier'dan qidirib yurgan akalarga jo'natib, kanalga obuna bo'lib, like bosib, kuzatishda davom etinglar.